Assalomu alaykum aziz asalar qadrdonlar. Kecha yashigimizni tashagan edik videoga. Qana yasaladi, qana qilib tashlanadi deb so'rashibdi. Bu oddiy tunika mana, oldiga setka qilib qo'yiladi. Bu razmerda ahamiyati yo'q. Bu o'zi xohlaganidan qilib qaysi razmer yoqsa o'ziga o'sha razmerda qilinaveradi. 40 cm ekan. Bu 62 ekan. İchiga oxir qilinadi mana, oq tushish uchun. Ukulon bo'ladi bir tomonga. Orqasi 20 cm, oldi 10 cm bo'ladi. Shuna qilib yashiq qilinadi. Buni haliga aytganimdek razmerini ahamiyati yo'q. Xohlagan razmerida qilib olinaveradi. 55 ga 65. Qopqog'i ham xuddi shunaqa. Ustiga aynak qo'yadigan qilib, ichiga reka qo'yib olinadi-da, aynak qo'yib qo'yiladi. Bu ham 10 cm taxta. Ikkita reka qo'yib olinadi, o'sha ukulon bo'ladi. Buni qo'yganda qiyshayib, pastga qiyshayib turadi mana. Qo'ygan oxiriga oq tushaveradi mum. Quyoshga qaratib qo'yiladi. Havo kirmaydigan bo'lsa yana yaxshi. Eriganda buna qilib oxiridan olamiz mana mumlarini mashinaga almashtiramiz. Qorasini ham olaveradi magazin.